Peygamber sana bir Bukhari hadiste aytadi. İttala'tu fil cenneti fara'aytu aktharu ahli'l fuqara deydi. Cennetni ko'rdim deydi. Cennetni ko'rsatdi Alloh taolo menga deydi. Qaradim, ko'pchiligi faqir miskinlar. Ko'pchiligi faqir miskinlar. Va ittala'tu ahli'n nar. Unki do'zaxni ko'rsatdi deydi menga payg'ambar. Qarasam ko'pchiligi ayollar deydi. Sahabalar aytgan, "Ya Rasululloh, ayakfurna billahi, bunlar Allohga kufr qilganmi, shundan yiqqan, Allohni bo'ynamaganmi?" Ayakfurna bala la Allohni bo'ynamagan emas. Yakfurna al-ashira va yakfurna al-ihsana. Kuyovning yaxshiligini bo'ynamaydi, kuyovning yaxshiligini ko'rmaydi hech qachon. 1000 yil yaxshilik qilsang, seni ne yaxshilik ko'rding deb aytadi deydi payg'ambarimiz. Buxoriy hadisi. O shuni katta chiqarib asib qo'yib kerak o'zi. Uni masjiddan ixlos uyda asib qo'yib kerak. Masjidda emas, uyda-da shuni. Endi bega asmaymiz chiqadi. Shuning uchun mana o'shunday tabiatni, Alloh taolo o'shunday tabiatni endi shunday yaratgan ularni boshqa amal yo'q. O'z fitrati, tabiat yaratilishlari shunday. Hanafiy mazhabida ayollarning masjidga kelishligini yoqtirmaydi bunday aytganda. Payg'ambarimiz hadisi bor bu. Ayol kishining ko'chada o'qigan namozidan hovlisida o'qigan namozi afzal deydi. Navaviy rivoyat qilgan. Sahih hadis Muslimda kelgan. Uyda o'qigan namozdan hovlida o'qigan namozdan afzal deydi. Savobi ko'payyapti o'sha. O'zining yaqatin bo'lmasida o'qigan namozi uyining ichida o'qigan namozidan savobi ko'p deydi. Payg'ambar aytibdi. Masjidda o'qigan namozning savobi ko'p deyapman yo'q. Uyining o yaqatin bo'lmasida o'qiydigan namozi eng fazilatli bo'lgan. Shuning uchun ayollarning masjid sirtqa chiqib bulay tursin, masjidlarga keluvning o'zi bizning Hanafiy mazhabidan yiqilmaydi, uncha ruxsat beravermaydi. Agar siz uni yani hammani yani uysizini izlayversangiz, mashinasini izlayversangiz, bunday odamlar kamdan-kam bunda dunyodagi butun boylar kimga beradi zakatni? Unday adam tavomiy qaradi aqlida. Shunday boylar bor, bir zakat bergan paytda uni boy qilib beradigan boylar bor. Shunday. Bir zakatni beradi, 10 million tanga ketdi bo'ldi. O'z zakat beradi, unaqa jandaga tushdi. Agar 10 million tanga 1 yil o'tsa, o'z zakat beradi bo'ldi. Endi yil. Shunday narsa bor. Shuning uchun shariat bunaqa narsalarga qaramaydi. Shariatda qanday qo'llanilmay turgan mol mulkingiz 80 gram oltinga yetmagan bo'lsa, bu odam muhtoj. Bu odamga bek siz boshni qatirmang, men topish yaxshi edi, savobini olamay qolaman. Yo'q, u savobini olasiz. Siz Allohning amri bilan fitringizni berdingiz yoki bo'lmasa zakatingizni berdingiz. Bo'ldi, sizdan chiqdi. Siz glavniy beriladigan yerga yetkazdingizmi? Bo'ldi, siz savob yoziladi. U ish vayimlama. Muhtoj birovga bersam savobi ko'p bo'lib ketadi degan narsa emas. Hammasining savobi niyatiga qarab. Bunday narsa. Sizning uyingiz bor, mashinangiz ham bor deylik. Kun ko'ryapsiz. Kundan topingiz, olib kirasiz uyga. Biroq sizda qo'llanilmay turgan mulk bor, boshqa bir ortiqcha mol mulkingiz yo'q, hech narsangiz yo'q boshqa. U uyniga kiradi, u mulkka kirmaydi u. U uy havoyichi asliya deb aytadi shariatda. Bizga muhtoj, biz muhtoj bo'lgan narsalar ular. Telefon biz muhtoj bo'lgan narsa. Minatin ot deb aytiladi, endi kunimizda mashina muhtoj bo'lgan narsa. Bular mol mulk bo'lib hisoblanmaydi. Qo'llanilmay turgan mol mulki, qo'llanilmay turgan mol mulki 80 gram oltin miqdorida bo'lsa, mana u payt boy bo'ladi. Biroq u miqdordagi qo'llanilmay turgan bo'ladi. Masalan, siz uyingiz bor, qo'shimcha yana bir uchastkangiz bor. Qo'llanmaysiz, turibdi. Siz neysiz shariatdan boysiz. Siz zakat olamaysiz o'sha. Tushuntira bildimmi? Sizning chetda turgan hech qanday mol mulkingiz yo'q bo'lsa, unda siz nima bo'lasiz? Shariat bo'yicha, mana fiqh bo'yicha muhtoj bo'lasiz. Berapsizmi? Bo'ldi, sizdan chiqqanki sizni qiziqtirmas bo'ldi. U muhtoj odamga boradimi? Muhtoj emas odamga boradimi? Siz savobini olasiz. Siz niyatingizga qarab savobini aniqlasiz. Bir muhtoj birovga olib borsam savobi ko'p bo'lib ketadi degan narsa emas. Siz Alloh rozi bo'lsin niyat qilib berdingizmi? Bo'ldi. Anaqa aralashmang. U munofiqlarning belgisi. Bevalatdan orqasidan izlab yuradi, nima bo'lyapti ekan? Yig'lab ko'rsiz.
men aytgan narsamni adımı anoga men aqcha berib telefon olibdi bor. Ya o da axir sizni nehmat, siz Allah razı olsun bering bu. Bu telefon aladim, ovqat yeydimi, yo'qotib qo'yishi mumkin narsa-da, dursun. Bir kun birov qo'lma ne ishlatdi, sadaqa ishlatdi. Mana shunday bir odamga ber deydi. Bozorda tach ko'tarishga ham kuchim olmasin deydi. O endi bu ne qilib olaman, bunda o'zi istang dedi. Ko'ribsiz endi masalan deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم حرمات الجماعة ما بطريقة ناقص يقطع صلاة Biler bayağı cümleden ben bir derse düşükmedim de. Aytın. Ayta vereyim. Aytın. Yana sadakada fıtırını özünde olsa verildi be. Tağın, ciğerden, ağın, emekindi. Ular endi hükümetin nimelik olsa, başka olsa, akşam alıp kanday olur. Alabilir. Şu da vere. Verir. Eğer bay olmasa veririz de bulardan. Ha bu. Yok. Bundan aytib o'taylik. Bizlar zakat beradigan paytda, fitr beradigan paytda aksariyat nanda bir uyi yo'q, yeydigan ovqat yo'qlarni izlaymiz-da. Unday izlasangiz topmaysiz hozir. Undaylar kam. Hozir hammaning alhamdulillah bir uyi bor. Bugunlikka yoki bir haftalik eng ozi yeydigan nisi bor, ovqati bor. Endi bu degan so'z bu muhtoj emas degan narsa emas bu. Bular muhtoj. Bular masalan mana muhtoj emaslarga o'xshab har xohlagan ham yemaydi bular. Mana o'sha narsalarga bersa bo'ladi. Bizlar bunday deb o'ylaymiz. Ya'ni bir kun birov qo'lma ne ishlatdi, sadaqa ishlatdi. Mana shunday bir odamga ber deydi. Bozorda tach ko'tarishga ham kuchim olmasin deydi. O endi bu ne qilib olaman, bunda o'zi istang dedi. Ko'ribsiz endi masalan deydi. Yok sizlerde berapsizmi bo'ldi, sizni chiqqanki sizni qiziqtirmas bu. U muhtoj odamga boradimi? Muhtoj emas odamga borib siz savobini olasiz. Siz niyatingizga qarab savobini aniqlasiz. Bir muhtoj birovga olib borsam savobi ko'p bo'lib ketadi degan narsa emas. Siz Alloh razı olsun niyat qilib berdingizmi? Bo'ldi. Anaqa aralashmang. U munofiqlarning belgisi. Bevalatdan arkasından izlab yuradi, ne bo'ldi ekan? Nixlab qo'yish. Men aytgan narsamni adımı anoga men aqcha berib telefon olibdi bor. Ya o da axir sizni nehmat, siz Allah razı olsun bering bu. Bu telefon aladim, ovqat yeydimi, yo'qotib qo'yishi mumkin narsa-da, dursun. Aytaman deganim, bolalar muhtoj emas, boshqasi muhtoj emas dedilar. Biroz atilsa, endi o'ylab bo'lgan bilan hukumatning aqcha beradi. 80 gram altın miqdorida mal dunyasi bo'lmasa, ortiqcha turgan u muhtoj deymiz. Bana canı saklı girmedi mi şunda? Yo'q. Hisobga kirmaydi. Farzandları, nebereleri yok girmedi mi şunda? Ne qilamiz? Adabarasi ko'p bo'lsa boy degan so'z emasmi? Yok, mevcudi ular ekan tapışı başkası yaman emas degan. Hisobda aytib. Yo'q, mayli, endi unday yomon emas bo'lsa, mayli ko'ngilingizga yiqmayotgan bo'lsa, bermang. Bunday narsa. Sizin uyingiz bor, mashinangiz ham bor deylik. Kun ko'ryapsiz. Kundan tapsiz, olib kirasiz uyga. Biroq sizda qo'llanilmay turgan mulk bor, boshqa bir ortiqcha mol mulkingiz yo'q, hech narsangiz yo'q boshqa. U uyga kiradi, u mulkka kirmaydi u. U uy havoyici asliye deb aytadi shariatda. Bizga muhtoj, biz muhtoj bo'lgan narsalar ular. Telefon biz muhtoj bo'lgan narsa. Minatin at deb aytiladi, endi kunimizda mashina muhtoj bo'lgan narsa. Bular mal mulk bo'lib hisoblanmaydi. Qo'llanilmay turgan mal mulki, qo'llanilmay turgan mal mulki 80 gram altın miqdorida bo'lsa, mana u payt boy bo'ladi. Biroq u miqdordagi qo'llanilmay turgan bo'ladi. Masalan, siz uyingiz bor, qo'shimcha yana bir uchastkangiz bor.
Kollanmaysiz, turttu. Siz neyse şeriatta baysiz. Siz zakat alamaysiz uşu. Tushuntirabildimmi? Sizin chetda turgan hech qanday mol mulkingiz yo'q bo'lsa, unda siz nima bo'lasiz? Shariat bo'yicha, mana fiqh bo'yicha muhtoj bo'lasiz. Siz uga kelib, ular tapishi yaxshi, undan bo'lsa bermay qo'ying, boshqa birovga bering. Biroq bu odamga beruga bo'ladimi? Bo'ladi deydi shariat. Agar siz uni yani hammani yani uysuzini izleyversangiz, mashinasini izleyversangiz, bunday adamlar kamdan kam bunda dunyodagi bütün baylar kimga beradi zakatni? Bunday adam tavomay qaradi axirda. Shunday baylar bor, bir zakat bergan paytda uni boy qilib beradigan baylar bor. Shunday. Bir zakatni beradi, 10 million tanga ketdi anu bo'ldi. O'z zakat beradi, unaqa jag'dayga tushdi. Agar shu 10 million tanga bir yil o'tsa, anu o'z zakat beradi bo'ldi. Endi shunday narsa bor. Shuning uchun shariat bunaqa narsalarga qaramaydi. Shariatda qanday qo'llanilmay turgan mol mulkingiz 80 gram oltin yetmagan bo'lsa, bu odam muhtoj. Bu odamga bek siz boshni qatirmang. Men ana tapish yaxshi edi, savobini olamay qoldim. Yo'q, bu savobini olasiz. Siz Allohning amri bilan fitringizni berdingiz yoki bo'lmasa zakatingizni berdingiz. Bo'ldi, sizdan chiqdi. Siz globniy beriladigan yerga yetkazdingizmi? Bo'ldi, siz savob yoziladi. U ish vaymnama. Muhtoj birovga bersam savobi ko'p bo'lib ketadi degan narsa emas. Hammasining savobi niyatiga qarab. Xullas, tushuntirabildimmi? Kecha biz kim qaysi imomlarning orqasida namoz qilinuvi kerakligini o'tayotgan edik. Şeyda vaqt tutib qoldi. Endi bugun shuni davom ettiramiz. Fasq odamning, qul odamning, haramlarni oshkora qilib beradigan odamlari imomlikqa o'tishligi ne dedik? Makruh dedik. Biroq o'tsa joiz bo'ladi namoz. Namoz bo'laveradi, biroq yoqimsiz bir ne bo'ladi, ko'rinish bo'ladi. Namozda hech qanday ta'sir yo'q, makruh bo'ladi. Endi ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة. Bir adamın ayol kishiga uyushlig'i joiz emas. Masalan, uyda siz Qur'onni durust talaffuz qilamiz, Qur'on o'qib durust bilmaysiz. Ayolingiz yaxshi biladi, ilmi bor. O'tishdan uy o'qiy solay desangiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ayol kishiga uyilgan namoz emas. Ayol kishi ayollarga imom bo'la biladi, ular bo'lsa makruh bo'ladi. Ayol kishi erkaklarga imom bo'la biladimi? Bo'lamaydi. Avsabiyin yoki balog'at yoshiga to'lmagan bir yosh bolaga imom uyatib bo'lsa, u narsa niya ekan? Bo'lmaydi ekan. Joiz emas. Balog'at yoshiga to'lmagan bolalarga imomlik qilishligi bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bu farzlarda %100. Masalan, balog'at yoshiga to'lmagan bir yosh bola sizga babdat namozini, cuma namozini, peshin, asr, shom, xufton, vitr namozlarini o'qib beramaydi sizga. U %100. Bunda hech qanday olimning ixtilofi yo'q. Nafil namozlarda imomlikqa o'tsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deganda olimlar ixtilofga tushgan. Balog'atga to'lmagan bolalarda. Balx ulamalari, Mavaron Nahr, Balx ulamalari, Mavaron Nahr ulamalari, Buxoro ulamalari, Samarqand ulamalari deb bo'lingan kitoblarda bor. Balx ulamalari, ya'ni Iroq yaqin, Iroq yaqidagi ulamalar, hozirlar emas, bundan 1000 yil oldin yashab o'tgan ulamalar nafil namozlarda balog'atga to'lmagan bolaning imomligini joiz degan. Taravih namozining nafil namoz. Ya'ni balog'atga to'lmagan bir bola o'qib o'tkazib beradigan bo'lsa, u narsani joiz deb qo'ygan. Boshqa ulamalar u narsa yana ham durust narsa emas. U balog'atga to'lmaganligi uchun balog'atga to'lganlarga imomlik qilamaydi deydi. O'tkani bu namoz farz emas, o'sha qanday namozni o'tkazadi? Tushuntirabildimmi? Ana shu masala 2000-yillar yo'q. 90-97-yillarda balog'atda yosh umrga 12 ga bosgan, biroq balog'atda yo'q edi. Shu odam xatm o'tdi. To'g'ri.
Taravih namazı. Tarafın soğuk olacak. İmamlıkın neyi gelecek? Abi özümüz beraber olsak, farz bilen yeterli imamet. İmamet. Bu qanday bu? Yani aytib bu, Belk ulamaların fatvası boyunca taravih namazı ham bir nafil namoz emasmi? Belk ulamaların fatvası boyunca bo'ladi. Endi yerda ixtilofga tushgan, bo'ladi deganlar ham bo'lmaydi degan. Biroq farz namozlari umuman yerda ixtilof yo'q. Farz namozlarini balog'atga to'lmagan odam bo'lmaydi o'qishga. O'tgan u masalan xufton namozini o'qimoqchi sizga, o'qitib bermoqchi. Xufton namoz o'ziga farz emas, u sizga qanday o'qitib beradi? Tushuntirabildimmi? Eshitdik. Endi mana narsaga diqqat qilingizlar. Va yasufur rijal thumma as-sibyan. Birinchi erkaklar safda turadi, keyin yosh bolalar orqada turadi, thumma nisa, keyin ayollar orqada turadi. O'sha tartibga rioya qiladi. Sunnat bo'yicha birinchi kattalar, keyin kichiklar, keyin ayollar bo'lsaydi. Fa in qamat imra'atun ila janibin rajulin wa huwa mushtarikan fi salatin wahid fasadat salatuhu. Endi ayol bilan erkak yonma-yon kelib qolgan bo'lsa, masalan Makkadasiz. Bir namozga uydingiz. Yonma-yon ayol bilan siz yonma-yon kelib qoldingiz, nima bo'ldi mana bu? Yonma-yon kelib qoldingiz, masalan asr namozga uydingiz. Ikkingiz bir imomga uyib turibsizlarmi? Uyib turibsiz. Ikkinchisi namoz bir xil namozmi? Bir xil namoz. Yonma-yon turibsizmi? Yonma-yon turibsiz, ikkinchisi namoz buziladi. Shu uchun umraga borganda o'sha masalalarga ehtiyot qilish kerak. Bu ayollar umuman tartibga chaqirib bo'lmaydi bular. Ikkani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ularni tushuntiramiz unda qarasa. Masalan, Hajarul Aswadni o'pishing hukmi neydi? Mustahab. Sunnat emas, mustahab. Yaxshi, zo'r narsa, fazilatli narsa. Shartmi? Shart emas. Endi bizda ne deydi? Ayollarni hal nega kirgizmay turib ssenariyoga. Ssenariyoda yo'q havolar. Kitoblarda aytiladi. Hajarul Aswadni o'pishlik mumkin bo'lmasa, uzoqdan salom berib qo'yasanlar deydi. Nega? Sen aniga borama deb qancha mu'min musulmonning aziyat qilasan. Ya'ni mazasiga tiyasan, mazasini olasan. Hammasining mazasi. Ayollar aytib qo'yib qoldi, uga kamat qoldi. Erkak musulmonlarning o'zini ixlasan, mazasini olasan. Shu uchun Hajarul Aswadni uzoqdan salomlab qo'yganlari yetkillik. Bu shu savob yoziladi sana. Shu niyat bilan salomlayotgan bo'lsin. Endi kunimizda erkaklar baqa tursin, ayollar umtiladi degan. Unda yerga umuman borish joiz emas. O'tkani siz bir mustahabni qilama deb harom narsaga yo'l tutib qolishingiz mumkin. Erkak odamning tanasi ayol odamga tegsa, anonda tushuntirib o'tdim-ku. Ne bo'ladi? Harom bo'ladi. Eda sizning shahvatingiz bo'lmasligi shart emas. Ruxsat bermaydi shariat. İhramda emas, biz ko'chada ham bo'lmaydi. Ihrom biz namahram ayolni ushlay bilasizmi? Ushlaymiz. Endi u odamlarga qarab avshatgan narsa. Shuning uchun zamikane bo'lsin, bo'lmasin, badanga teydimi, u narsaga shariat ruxsat bermaydi umuman. Qarang, namoz buziladi deyapti. Bir safda ikkovi namoz o'qiyapti. Bir imomga uysa, namozlaring buzildi deydi. Durustlab o'qinglar namozlarni. Bar ikkovi ayollar orqaga yibar. Bir safda turma. Allah Taala qabul qilmaydi deydi buni. Endi masalan tasodifan tiyib ketdi. Ya ixtiyorsiz, g'ayri ixtiyoriy bo'lib tiyib ketganlarni kechiradi Alloh Taolo. O'tganlar Hazrat Ali so'ragan-ku, ya Rasululloh, biz ayollarga ko'zimiz tushib ketadi, u nima bo'ladi degan paytda nazratul ulalak va thaniyatu alayk degan. Birinchi qarashlig'ing u mayli kechirildi. Ikkinchi qarashlig'ing o'sha yoziladi deydi. Shu uchun siz agar Hajarul Aswadni o'pishga borganda bilib tursiz, badaningizni ayolga tiyatganda kim yo'q deb biladi. O ko'rib tursiz ayda yuzlagan ayollar turgan. U aniq narsa. Yo'q, menga navaqata tiyib ketdi deyamiz o'zligi. U tiyatganda bilib tursiz. Ana shuni bila-bila ega borgan u durust narsa emas deysiz. Endi o'pish imkoniyati bo'lsa,
Men ham qilaman o narsani. Ne degan zo'r narsa? Eda xitlar, ano duoni masalani, ega borib duo qilishlik, u fazilatligi aytib yetkazmaydi u narsani, aytib yetkazmayman. Biroq olimlar ne deydi? Ega borishlik imkoniyati bo'lmasa, bo'ldi o'zimni qiynama deydi. Uzoqdan salom berib, ketaver bu. Sen yuragingdan Alloh taolo bilib turibdi usizlar. U nikara var o'zini isbotlab, dalillar ega bor. U yuragimiz Alloh taolo bilib turibdi. Ega borimiz kerak ekan Alloh taolo bilib turibdi. Bu sen yuragingdagi duo qilaman deganingni ham bilib turibdi. Shuning uchun yuragingda qilaman degan duolaringni barini u eshitib turuvchi. Fa in tashhar bil qawli, agar Musa payg'ambarga aytadi, payg'ambarimizga aytadi, Alloh taolo agar sen bir so'zni oshkora so'ylayotgan bo'lsang, fa innahu ya'lamu sirra, u oshkora faqat tursin, u maxfiy narsalarni biladi. Fa innahu ya'lamu sirra va akhfa, yuraging tupkuridagi o gizlanayotgan narsalarni ham biladi deydi. Toha surasida. U hamma narsadan xabardor. Shuning uchun umraga borgan paytda shunday narsalarga diqqat qiling, jamoat muslimin. Endi ayol bilan erkak namozini buziladi dedik. Endi ayollarning masjidga kirishligi joizmi? Bo'ladimi? Wala ba'sa bi an takhruja al-ajuz fi al-fajr wal-maghrib wal-isha. Bandat namozi, xufton namozi, sham namozlarida ajuz, ya'ni o bir 55 yaşını aşıp ketken apaların masjidga kelishligida hech qanday bir mahsur yo'q deydi. Ular уже apa bo'ldi. Apa bo'ldi, masjidga kelishligida hech qanday ne yo'q, mahsur yo'q, kelsa bo'ladi deydi. Biroq peshin bilasa da kelmasin deydi. Nega? Kunduz bo'lgan uchun fitna bo'ladi. Endi yoshlarni aytmay qo'yamiz. Juma namozi farz emas bo'ladi. Durust narsa emas shu. Durust narsa emas. Bizning Hanafiy mazhabida ayollarning masjidga kelishligini yoqtirmaydi bunday chekanda. Payg'ambarimiz hadisi bor bu. Ayol kishining ko'chada o'qigan namozidan hovlisida o'qigan namozi afzal deydi. Navaviy rivoyat qilgan. Sahih hadis Muslimda kelgan. Uyda o'qigan namozni hovlida o'qigan namozidan afzal deydi. Savobi ko'payyapti o'sha. Özünün yatatın bölmesinde okugan namazı, üyünün içinde okugan namazından savabı ko'p deydi. Peygamber de aytibdi bunu. Masjidda okugan namazın savabı ko'p deyapman yo'q. Üyünün o yatatın bölmesinde o'qiyotgan namozi eng fazilatli bo'lgan. Shuning uchun ayollarning masjid sirtqa chiqib bulay tursin, masjidlarga kelishning o'zi bizning Hanafiy mazhabidan yiqilmaydi, uncha ruxsat beravermaydi. Qabristonlar shunday. Qabristanga erkeklar yo'q paytda borsa bo'ladi. Erkek yo'q bu. Bo'ladi, erkeklar yo'q paytda borsa bo'ladi. Biroq ana erkeklar bilan birga mayitni ko'tarib orqasida borib, bu tahriyan makruh hisoblanadi. Emas, bugun borsak, yana ko'p ekanda. Ha, bo'ladi, borsin, tilovatlar qilsin, unda turishsin. Ayol kishi borsa bo'ladi, qabristonga. Savollarınız var mı? Yangi tema kirатын bo'lgan keyin o'sha yerda to'xtatib turing. Namoz buziladi deysiz, shunda ne qilish kerak? Ikki o'tirsa, orqaga o'tib kerakmi? Namoz o'qish kerakmi? Bo'ldi, assalomu alaykum. Buzasizlardan ayol kishini orqaga o'tkazib berasiz. Umrada bo'lsangizmi? Вообще-то. Umrada bo'lsangiz, erkaklarning o'ziga xos o'qiyotgan yeri bor, bilasizmi? Shega borasiz. Ayollarga o'zining asli o'qiyotgan yerlar bor, biroq ular uni tinglamaydi unaqa narsalarni. Ular xohlagan yerda o'qib ketaveradi. Ku barganlar biladi bu narsani. Shuning uchun endi u narsalarni aytlab payg'ambar o'zi hadisda aytgan, aqllari naqs deydi. Aqllari ayollarning naqslov deydi. Naqsligini qanday isbotlayman degan paytda payg'ambar shunday isbotlab beradi. Dini ham naqs, aqli ham naqs deydi. Endi qarangizlar, qanday isbotlaymiz bu? Nikoh qilayotgan paytda payg'ambar o'sha logikani aytibdi bizga. Nikoh qilayotgan paytda bir erkak bo'lgan paytda qancha ayolni shart qo'shamiz? Guvohlikqa. O'zi nikohning guvohlar qancha bo'lishi kerak? Minimalniy. Ikki ayol? Yengesi Yo'q, minimalniy. Ikki erkak bo'lishi kerak, ha? Eng kami ikki erkak bo'lishi kerak. U bola yaqin ayol yaqin bo'lishi shart emas. Har qanday bir ikki erkak, balagat yoshga to'lgan ikki erkak guvohlikqa niqlan yaraydi. Endi qarangizlar.
Bir erkek bo'lgan paytda ikki ayolni shart qo'shadi. Ya'ni ikki ayol bir erkakning o'rniga o'tadi deydi. Mana o'sha aqllarning naqsligining belgisi emasmi deydi payg'ambarimiz. Bu aqlga yaramaydi-da, birovniki yetmaydi. Endi dini naqs deydi payg'ambarimiz. Her ay ular niqlamaydi, namaz, roza tutamaydi. O'zining belgili kunlari bor. Mana o'sha dinining naqsligining belgisi emasmi deydi payg'ambarimiz. Shuning uchun erkaklardan ular past yuradi. Biroq payg'ambarimiz shunday qilib qo'yganki, senlarning eng yaxshilaring ayollarga eng yaxshi qaraganlaring, xiyarukum linnisa'i deydi. Senlarning eng yaxshilaring ayollarga eng yaxshi muomala qilganlaring deb payg'ambarimiz o'zi maqtab ketgan. Ya'ni şu aqlning naqsligiga qaramasdan siz shuni bir bola baqqanday baqib yurasiz. Siz shuga ajr mukofot olasiz. Siz bilib turibsiz niyatimiz chiqayotganini. Shunday ana shu qaynab turgan paytlarni bilaman yanaday. Biroq YouTube arasida yanaday payg'ambarning hadisi esimizdan chiqadigan. Payg'ambar yana bir Buxoriy hadisida aytadi. Ittala'tu fil jannati fara'aytu aktaru ahlil fuqara deydi. Cennetni ko'rdim deydi. Cennetni ko'rsatdi Alloh taolo deydi. Qaradim, ko'pchiligi faqir miskinlar. Ko'pchiligi faqir miskinlar. Va ittala'tu ahlin nar. Unki do'zaxni ko'rsatdi deydi menga payg'ambar. Qarasam ko'pchiligi ayollar deydi. Sahabalar aytgan, "Ya Rasululloh, ayakfurna billahi." Bunlar Allohga kufr qilganmi? Shundan yiqqan Allohni o'ynamaganmi? Ayakfurna bala la Allah'ın mo'ynamagan emas. Yakfurnal ashira va yakfurnal ihsana. Kuyovning yaxshiligini mo'ynamaydi, kuyovning yaxshiligini ko'rmaydi hech qachon. 1000 yil yaxshilik qilsang, seni ne yaxshilik ko'rding deb aytadi deydi payg'ambarimiz. Buxoriy hadisi bu. O'shuni katta chiqarib asib qo'yib kerak o'zi. Onu mescidden yıkılan suyda asıp koyuyor. Mescidde emas, uyda da shuni. Endi bega asmaymiz chiqadi. Shuning uchun mana o'shunday tabiatni, Alloh taolo o'shunday tabiatni endi shunday yaratgan ularni boshqa amal yo'q. O'z fitrati, tabiat yaratilishlari shunday. Shunday tabiatni sizga Alloh taolo amonat qilib beradi. Siz uga yaxshi muomala qilsangiz, savobini olaverasiz. Agar yo'q chidayamay qilsangiz, unda imtihonni o'tamaysiz degan so'z. Shuning uchun payg'ambarimiz maqtab ketdi-ku, eng yaxshilaring ayollarga eng yaxshi muomala qilganlaring. Yangi narsalarga qaramasdan, ko'zingizni yumasdan bo'ldi. Davom etaverasiz. Pis qalqan yaralar deydi shu. Endi ular yangiday rivoyatlar ular %100 narsa emas. Qish qabrg'ami, etmi bilmaymiz endi. To'g'ri qabran Alloh taolam eshitgan narsalarimizni amal qilishni nasib qilsin. Hammamizni tutayotgan ro'zalarimizni, o'qiyotgan namozlarimizni qabul qilsin. Kecha 17,5 para o'qildi. 17,5 para. Bugun 3,5 para o'qilsa 21 ga kelamizmi? 22 bitadi va men yaqinqa kelamizmi shunda? Bugunmi? Alloh taolo bizga xushlik bersin. Allohu akbar. Yaşlarının aralarına kefes kızlara kendiler.